O hayotim, uyda hayotimman. O'zing nima qilsan? Uf. Opam shu payt telefon qiladimi? Oyi, opam qilyaptilar. Obke. Voy. Bering. Voy, nima shaytonlisan? Zarnishimni o'zingizdan qila qoling. Men 2 kundan beri telefonim o'chib, bittim pul tashiydimaysanlar. Bari gaplashib olaylik. Ha, qizim qalaysan? Yaxshimisan? Yaxshi o'tiribsanmi? Bolalaring yaxshimi? Bularni aytib o'tdinglarmi? Ha, zo'r-ku. Voy, uli, isi joydami? Hozir gaplashib olaylik, beraman shu telefoningni. Ukamnikidan qilib beraman. Nima? Ha, shu timda ham yo'q, megabaytim ham yo'q. O'z dodamnikidan ishlatyapman. Ana, eshitdingmi? Kakras dodamnikidan qilib beraman. Doda. Mana men bu ukem tugatgan shotimni ham, megabaytimni ham bittadan tashlab beraylik deysizlar shotimga. Jonga tegdingsan. Shunaqa qilib. Oyi, nima bo'lyapti o'zi? Ko'rmaysanmi men buni? Tinmay telefonini so'rab yotibdi. O'zimni telefonimni qilaysam shotimda yo'q ekan. Ukangni ham, dodangni ham shotida yo'q. Oyi, endi shu teraga alohida tashlashingizni keragi yo'q. Beeline'dan oila degan yangi tarif chiqqan. Bu tarif shunaqa, bitta odam to'laydi 7 tagacha oila a'zosi foydalansa bo'ladi. Megabayt ol alohida, daqiqa ol alohida deb yurmaysiz. Internet ham umumiy, daqiqalar ham umumiy. Aytgancha ichida setanta ham, kinoman bor, serial, kinolarni xohlagancha ko'rasiz. Bepul bilan bo'lsa pul o'tkazmalarni komissiyasiz o'tkazsangiz bo'ladi. Voy, zo'r tarif ekan. Shunga ulanib olamiz? Ha. Shunaqa qilib qo'rdoga chiqdi. Oyi, zarnishimni qolib ketib bera qoling. Voy, ko'rmaysanmi? Mayli, hozir ading telefonda qilib beraman. Men olma taxiyni. Ading qayerdalar? Zaldalar. Adasi. Shunaqa ekan. Xotin gapni qilsa telefon kerak. Voy, adasi, siz ham o'g'lingizga o'xshab telefon so'rayvermang. Bolalar chog'amiz bor, qaysi gaplashyapmiz? Bizam bola ko'radi o'zi.